Ko'z atrofi qorayishi, mayda va chuqur ajinlarning avj olishi, charchoq, uyqusizlik va qon aylanishining sustligi. Namlik yetishmovchiligida hujayralarni qayta tiklovchi aptekadagi dorivor vositalardan foydali aralashma tayyorlashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi bipanten kremi, efirniy maslo, askorbin kislotasi, kreazin geli, troksivazin gel, vitamin E kapsulasi. Yarim choy qoshiq troksivazin gelidan qo'shib olamiz. Yarim choy qoshiq kreazin gelidan qo'shib olamiz. Yarim choy qoshiq bipanten kremdan ham qo'shib olamiz. Vitamin E kapsulasidan qo'shsanglar bo'ladi. Men tokoferol vitamin E ampulasidan 3 ta 4 ta tomchi qo'shaman. Ikki 3 tomchi yashil choy ekstraktidan qo'shamiz. Mana ko'z atrofi uchun aralashmamiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab aralashtiramiz bir xil massa bo'lguncha. Ko'z atrofiga juda ham zo'r yordam beradi. Ko'z atrofidagi ajinlarda, qorayishlarda, qon aylanishini yaxshilashda juda ham zo'r yordam beradi. Mana ko'z atrofi aralashmamiz tayyor bo'ldi. Bu aralashmaga askorbin kislotasidan 3 ta yoki 4 ta tomchi qo'shadigan bo'lsak, 5-10% yuzdagi dog'larni oqartirishda, ochartirishda, terini yaltirashda juda ham yaxshi yordam beradi. Askorbin kislotasi faqatgina test qilib ishlatish tavsiya qilinadi, chunki o'ta sezgir va ta'sirchan teriga mos kelmasligi mumkin. Chunki har bir inson terisi individual. 3 ta 4 ta tomchi askorbin kislotasini 5%ligidan qo'shamiz. Juda ham dog'inglar kuchli bo'lsa, 10%ligidan faqatgina 3 ta 4 ta tomchi qo'shasizlar. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lguncha. o'n 15-20 minutga yuzimizga suramiz. 15-20 minutdan keyin iliq suvda yuvib, yumshoq sochuvga yoki suqoy salfetkaga artsak bo'ladi. Mana aralashmamiz ham yumshoq, chiroyli shunaqa krem holatiga keladi. Kunduzi SPF krem bilan yurish tavsiya qilinadi. Ushbu premium darajadagi tarkibni barcha dorixonalardan topishingiz mumkin. Ushbu krem terini oqartirib, yumshatib va qarishga qarshi juda ham samarali foyda beradi.